Qanday ahvollarimiz? Ancha o'zgarish yaxshi. Asablarimga dori qo'llar yozib beruvdingiz. Ancha foyda bildim. Endi shikoyatim ko'payib ketgandan boshimda shum borligi qolib ketgan ekan. Shu shumga ham yaxshi dorilar yozib bersangiz, Eski qog'ozingizni ko'ring. qolgan lechenyalarni yana davom ettirsam. Boshdami shumingiz, quloqdami? Mana shu shum boshda, quloqda aylanyapti-da. Bu qachondan beri? Endi oldin ham oz-moz bor edi, shu bir oychadan bo'lib qoldi, sal jadallashib qoldi. Qaysi paytlarda kuchayadi ko'proq? Tinchlikdami, uxlagandami, asabiylashgandami? Shu tinchlikda yurib netsam bilinmayapti. Shu o'tirib tinchlik, xotirjamlikda shu kuchayadi. Doim qon bosimi baland bo'lyaptimi shum kuchayganda yoki qon bosimi yaxshi holatda ham shovqin bo'ladi? Shu qon Normal bosim holatida ham shum bo'lyapti. shum bo'lyapti. 1 yildan beri boshlangan. Boshlanishda hech qanaqa quloq og'rig'i, quloqda kasallik o'tkazmaganmisiz? Lorga ko'rinmagansiz. Quloq shikoyat shum bilan ko'ringansa, hech qanaqa narsa oqishi, quloqda kasalliklar bo'lmagan. Tushunarli. Quloqdagi shovqinni tushuntiradigan bo'lsam, sabablari bir necha xil sabab bo'lishi mumkin. Bu qon tomirga bog'liq bo'lgan muammolar deyiladi. Qon tomirda qanaqadir bir aterosklerotik o'zgarishlar bo'lsa, shum paydo bo'lishi mumkin. Ichki quloqdagi kasalliklar asoratida shum paydo bo'lishi mumkin. Asabiylik hisobiga, zo'riqish, bosh miyani zo'riqishi hisobiga bo'lishi mumkin. Va yana bitta nima? Bo'yindagi osteoxondrozlar shunga sabab bo'lishi mumkin. Osteoxondroz borda. Shular sabab bo'lishi mumkin. Endi sizni oldingi ko'rgan holatimizga qarab turib, ham asabga davolanganmiz va boshda qon aylanishni yaxshilashga davolaganmiz. Shuni inobatga olib turib, qon aylanishni yaxshilovchi va asab davolab birgalikda ikkalasini olib ketamiz va bo'yin nimangizni bitta o'zi doppler qildirib qo'yamiz qon tomirini. Agar qanaqadir shu qon tomirida aterosklerotik bilyashkalar aniqlansa yo boshqa bo'lsa, unga qarab yana davo o'zgartiriladi yoki qo'shimcha qo'shib beramiz. Rahmat.